Men günekimni kilosi yetadi, men yurölim men. Man kuş pekking. Akıllı boldu labır diverme da. Sen için labırdaş. Ne, meni görüş, meni primo efirimi tamaşa etiş mecburi emas. Sen içinden şu derecede kir bolsan, bulaşık bolsan, mende ne ayıp? Efir meniki, profil meniki, xohlasam efir etaman, xohlasam söyleymen, xohlasam prost efir açıp jim oturaman. Çünkü profil meniki, ben xohlaganımcha yuritaman profilimni. Meni görüş mecburi emas. Mesela meni kimdir yoqtirmin tomosha etish, meni ko'rmanglar. Iloji bo'lsa o'zlaringiz, misol uchun men o'zimga yoqmaydi odamlarni kamida skrita tashiyman. Istoriyasini, hech narsasini ko'rmayman kamida. Umuman podpisatsiya etmayman. Men ina misol uchun poisk lenta bor, poiskda menga yoqmaydi, hech bir narsa chiqmaydi. Chiqdimi sразу skrita tashiyman, ko'rmayman umuman. Nikak. Chunki istamayman o'zimni miyamni, qalbimni, ruhimni negativ narsalar bilan doldirish. Menga yoqmaydi insonlarni ko'rish men uchun aslında yoqimsiz holat, men uchun azobli, dardli holat. Ya'ni ularni xabaram yo'q. Misol uchun kim bilandir urushasandan xafa bo'lib yurasan. O xafa bo'lib yurgan odamingni balki umuman aqlindan yo'qsa, xafa bo'lib yurish odamni, xafagarchilik odamni o'zine zarar. Shuning uchun ko'rmanglar meni. Negativlar ko'rmanglar. O'zlaringiz yoqadigan, o'zlaringiz yaxshi ko'radigan, sizlarga chiroyli energiya beradigan insonlarni ko'ringlar. Da kimdir orqali gelip görüp oturgan, şu orqali deb oturgan odamlar iltimos ko'rmanglar meni. Тоже мне. Nol aytgeldingiz? Menga aytgeldingizmi menga? Aytmadingizmi? Primoydami? Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Yaxshi, Xudoga shukr. Roliklarda biram chiroyli chiqdingiz, hozir tarbiyada qo'shishligini aytdim men bunda qo'llaringiz qilib o'ynagan. Misol uchun chiqsam va qayoqdagi boru mana Instagramda tiqilib yotibdi o'shanaqalar. O'shalarga o'xshab og'zimdan bodim kirib shodim chiqqanda hech qanaqa ko'tarilmasdim. Ko'tarilish ham emas o'zi bu. Men bunaqa tanishimni men xohlamaganman hech qachon. Umrimda hech qachon bunaqa odamlarga shaxsiy hayotim bilan tanishishni umuman istamaganman. Faqat chiroyli qo'shiqlarim bilan, sanatim bilan tanilishni xohlaganman. Agar kimdir o'sha orqali meni kuzatib, meni yaxshi ko'rib qolgan bo'lsa, bunga sabab meni chiroyli, balki samimiyligim, balki chiroyli muomalam, balki qanaqadir o'zimga tortadigan nimam bordir. O'zimda yetaradigan nimamdir bo'lsa, hech kim meni kuzatmasdi. Hech kim e'tibor tortmasdim. Ya'ni men shunaqa tushunaman. Alloh shunaqa xohlabdi. Shunaqa xayrli ekan men uchun. Shuning uchun Real bilan Barsani ajratgan, ne ajratasizlar odamlarni. Ey Xudoyim taolo. Тоже мне, боже мой. Bоже mой. Dutor chalib o'tirsam, yorim keldi yonimga. Primo efirdaman yaxshi. Dutor chalib o'tirsam, yorim keldi yonimga. Shirin so'zini qilib o't soldi ya jonim.
Shirin so'zini qilib o't sol diye jonga kuylar chalib beroyin birdam orom olsin ey kuylar chalib beroyin birdam orom olsin ey yarimning visoliga boqib dilim tansin ey ay ado qilding ey Yaşıl beğenme padarkele ber oturtmuş hey. Göyneklerimi görüp işinde kaldı işinde. You very beautiful, you very beautiful deb kelaverdi. Yana bir hafta yursam angliskini suv ichaman bu yerda. 2 kunda bir dunyo vajadladim. Молодец, yaman. Ko'zlardan aman bo'ling. Shu boshda davom eting, boshasina boshqa. Hozir efirga ko'rsatayim misin? Kim chiqdi gönek yüzü bakarak 1700 için bastan muxlislaringiz ko'rsatayim misin? Uyimni sağındım. Uyimni, çayımı, uyda bir çayım var. Şunun mazalı çay. Şunu. Gülepkeni çıksız. Gülepke bargandan keyin size generalniy work etmekka boraman yanınıza. Epilyatsiya ishlarini olib boramiz siz bilan. Epilation Corporation. Vanni ko'rsating, ko'r bo'lasan dedi. Assalomu alaykum. Qalaysiz, yaxshi keldingizmi? Qanaqasiz? Yaxshi olib keldingizmi? Da. Charchamasdan. Qalaysiz, primoy firma salom deng. Salom. Ava deng. Ava. Ina. Bunda ne? O'zbekiston havo yo'llarini qizlari bular, chiroyli qizlar. Galasin bozor kuni kino. Yana bu yerda hunarmandlar. Bu yerda Pakiston, Tojikiston, Koreya, bütün dünyadan 200 memlekatdan adamlar var yani. Bir de Tayland. Şuning. Navoiydan salom. Yaxshi, o'rtoqlar, men ketdim. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroh qilsandim, yaxshi ko'raman.